Turkiya droni tarixda ilk bor samolyotni urib tushirdi. Turkiyaning Bayraktar Qizil Elma droni sinov paytida samolyotni havo-havo raketalari bilan muvaffaqiyatli urib tushirdi. Bu jahon aviatsiyasi tarixida kuzatilgan ilk holat. Anadolu agentligi xabariga ko'ra, sinov Sinop shahridagi poligonda bo'lib o'tgan. Dron reaktiv dvigatelli yuqori tezlikdagi samolyotni urib tushirgan va Qizil Elmaga o'rnatilgan radar tomonidan aniqlangan va kuzatilgan. Drondagi radar nishonni aniq qayd etishi bilan Qizil Elma qanotdan havo turidagi raketasini ishga tushirgan. Nishon mutlaq aniqlik bilan urib tushirildi, deya ta'kidladi ishlab chiqaruvchi. Dunyoda ishlab chiqilayotgan pilotsiz parvoz qurilmalarining qariyb barchasi yerdagi obyektlarga osmondan turib zarba berish uchun mo'ljallangan. Boshqa hech bir pilotsiz parvoz qurilmasi havoda obyektga muvaffaqiyatli zarba bera olmagan. Qizil Elma havoda ucha turib havodagi obyektga zarba bera olgan birinchi va yagona platforma bo'lib, aviatsiya tarixida yangi sahifa ochdi, deyiladi xabarda. Sinovda Turkiya harbiy havo kuchlarining 5 ta F-16 qiruvchi uchoqlari ishtirok etgan. Ular Qizil Elma bilan safda qo'shma parvozni amalga oshirgan. Qizil Elma pilotsiz parvoz qurilmasi ilg'or bort datchiklari ko'rmasdan ilg'ay olish, hujumga uchramasdan turib zarba berish konsepsiyasi tufayli dushman samolyotlarini juda uzoq masofadan aniqlay oladi. Turkiyaning Baykar kompaniyasi ayni paytda dunyodagi eng yirik dronlar ishlab chiqaruvchisi bo'lib, 37 ta davlat bilan eksport shartnomalari tuzgan. Eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Vaqt.uzga obuna bo'ling.